Milliy sertifikat. Ko'pchilik so'ragan savollardan biri, yechimini ko'pchilik so'rayapti. Xo'p, ishlab beramiz. Milliy sertifikat 2-mart kuni tushgan. ABCD xabarli to'rtburchak. Demak, ABCD xabarli to'rtburchak ichida KYF nuqtalari olingan. KY 8 ga teng, YF 6 ga teng, o'rta 90 gradus. So'ragan A sharti KYF 3 burchak yuzini so'ragan. Bu oson, topsa bo'ladi. B sharti qiyin. Bu misolni B sharti qiyin. Xo'p, yozib chiqaylik mana buni KA 3x deb olsak, mana bunimiz 4x bo'ladi. BY bizaga BY xo'p 4y bo'lsa, bunisi 3y bo'ladi. Mana buni 3z deb olsam, mana buni 4z deb olsak to'g'ri keladi. Ana endi belgilab oldik. A shartini ishlab qo'yaylik. A shartida to'rtburchakli bo'lgandan keyin S KYF teng bo'lyapti 8 kara 6 taqsim 2 24 degan javob chiqadi. Endi B shartini o'tamiz. B shartiga, demak, har xil yo'llari bor. Uchburchak qilsangiz bo'ladi, mana buni davom ettirish mumkin, lekin ular bilan chiqmasa kerak. Faqat bitta eng oson yo'li mana shu yerdan bitta diagonal tashlaysiz. Shunda buning bunga nisbati 4y ning 4z ga nisbatiga, ya'ni bo'laklar nisbati bir xilligicha qolsa, demak mana bu faliz teoremasiga tushadi. Faliz teoremasiga mana bular parallel bo'lsagina to'g'ri keladi. Endi bu parallel ekanligini mana bu nisbatlar tengligidan bila olamiz. Haqiqatan ham bu bilan bu nisbati y taqsim z, buning bunga nisbati ham y taqsim z. Demak, o'z-o'zidan bu kesma bilan bu kesma parallel ekanligi keladi. Mana buni D1 deb oladigan bo'lsak, bu 6 bo'ladigan bo'lsa, faliz teoremasiga asosan 3y ning 6 ga nisbati, 3y ning 6 ga nisbati teng bo'lyapti. Hop, shu yoqdan 7 kara y ni D1 ga nisbati bo'lyapti. Ana shu yerdan D1 ni qiymatini topsak, bizga 14 degan javob chiqadi. Ana endi mana bu keldi qiymat 14 ekan. Ikkinchisini bu tarafdan diagonal qilib o'tkazamiz. Mana buni D2 deymiz. D2 diagonal deymiz. Endi bu tarafdan faliz qilamiz, chunki buni bunga nisbati x taqsim y, 3x ni 3y ga nisbati ham bari x taqsim y. Demak, o'z-o'zidan KY bilan AC bir-biriga parallel ekan. Yana falizni qo'llaymiz. Xo'p, 4x ni 8 ga nisbati teng bo'lyapti 7x ni D2 ga nisbati. Shu yerdan D2 ni topsak, yana 14 degan qiymat chiqadi. Endi bu bilan bu parallel bo'lsa, 6 bilan D1 parallel bo'lsa, 8 bilan 6 perpendikulyar ekanligidan unga parallel bo'lgan va ikkita kesuvchi diagonallar ham bir-biri bilan 90 gradus bo'ladi. Endi yuzaga o'tamiz. Ixtiyoriy qavra to'rtburchakda diagonal yuzini topish formulasi D1 D2 taqsim 2 sinus ga qo'yamiz. D1 bizada 14, D2 ham 14 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 90 gradus. Hisoblasangiz 98 degan javob chiqadi. Kim shu javobni o'rgan bo'lsa, A+ olishi aniq. Kim shu narsani bilmagan bo'lsa, A sertifikat olsin.